Alkogol homilani nobud qiladi. Zarar odatni to'xtatamiz. Siz homiladorlik davrida qaysi doza yoki qaysi turdagi alkogol xavfsiz ekanligi haqida ishonchli ma'lumot topa olmaysiz. Shuning uchun yagona to'g'ri qaror bu homiladorlik davrida spirtli ichimliklardan butunlay voz kechishdir. Spirtli ichimliklar toksin hisoblanadi. Chaqaloq tom ma'noda zaharlangan va bu nimadan, vino yoki aroqdan farqi yo'q, chunki spirt bir xil. Alkogol qonga kirib, darhol platsenta va kindik orqali chaqaloqqa etib boradi. Alkogol eng avvalo zarba beradigan asosiy organ, bu jigar. Lekin bolaning jigari to'liq rivojlanmagan, demak, kichik organizm alkogolni qayta ishlay olmaydi va uning ta'siridan onaning organizmiga qaraganda ko'proq aziyat chekadi. Homiladorlik davrida alkogol iste'mol qilish homila alkogol sindromi va psixomotor rivojlanishning orqada qolishiga olib kelishi mumkin. Bola alkogolli yuz xususiyatlariga ega bo'ladi. Kichkina bosh, epikantus, mogul qovoqlarning burmasi, qisqa ko'z boshligi, tekis yuz, tekislangan labial truba, past burun ko'prigi, qisqa burun, ingichka yuqori lab. Alkogol asosan homilaning asab tizimiga ta'sir qiladi. Bu esa tugilgandan keyin ham uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Bu asabiylik, giperfaollik, aqliy zaiflik, nutq rivojlanishining orqada qolishi, uyqu muammolari, muvofiqlashtirish buzilishlari, yomon xotira, diqqatni jamlashda muammolar. Alkogolning optimal dozasi mavjud emas. Siz icholmaysiz, tamom. Eng dahshatlisi shundaki, hech qachon biz bolaga homiladorlik paytida alkogol qanday ta'sir qilganini aniq bilmaymiz. Hatto bola tug'ilganda nisbatan sog'lom bo'lsa ham, onaning homiladorlik paytida ichgan bir piyola vino oqibatlari bolaning aqliy qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Bu esa faqat bir necha yildan keyin namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, bola maktabga borganida ota-onalar farzandining nima uchun o'qishi yomon va xulqi yomonligini tushunmay hayron qolishadi. Shuning uchun qisqacha xulosa qilaman. Homiladorlikni rejalashtirish, homiladorlik va emizish davrida umuman spirtli ichimliklar bo'lmasligi kerak.